aytgan, ya'ni agar men quyosh paneli o'rnatib, elektr energiyasi ishlab chiqarsam va uni hududiy tarmoqlar tizimiga ulashimdagi masalani o'rtaga qo'ydingiz-ku, bu meni o'ylantirib qo'ydi. Nimaga deylik, shunaqa ishtiyoqi bor, qo'ymoqchi bo'lgan hududlarda, qishloqlarda ko'p bo'lishi mumkin aholi. Endi o'rganishlar amalga oshiriladimi? Agar shu yerda quyosh panellari o'rnatsak, tizimga ulash imkoniyati bormi? Muammo bo'lsa, uni yecha olamizmi yoki umuman shu masalalar tizimli yo'lga qo'yilganmi, o'rganish ishlari yoki u murojaat tushgandan keyin borib o'rganiladimi? Agar siz o'rnatsangiz, biz buni umumiy tarmoqqa ulab bera olamiz yoki ulab bera olmaymiz degan ma'nodagi o'rganishlar amalga oshiriladimi? Avvalambor aholi o'zini uyiga quyosh panel o'rnatayotgan paytida u ta'minotchiga emas, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ta'minotchi baribir u tadbirkor avvalambor o'zini foydasini o'ylaydigan shaxs. O'rnatib berishi uchun birinchi muhim masala. Qancha ko'p o'rnatsa, unga shuncha ko'p foyda oladi. Endi uning uchun mutaxassis qanaqa jalb qilishingiz mumkin? Mutaxassisi baribir mulohazasi, uni fikri muhim hisoblanadi. Bunda Energiya samaradorligi milliy agentligi agarga murojaat qilib, buni bizni agentlik platformasi orqali buyurtma qoldiradigan bo'lsa, unda aholini uyiga avvalambor energiya audit xizmati o'tkaziladi. Bu energiya audit xizmati agentlik tomonidan to'liq subsidiyalanadi. Ya'ni 100% qoplab beriladi va aholiga bu tekinga tushadi. Aholi buyurtmasidan keyin energiya audit uni o'rganib, yillik ehtiyojidan kelib chiqqan holda unga to'g'ri tavsiya va yo'nalish ko'rsatadi va agentlikning subsidiyasi bundan keyingi jarayonda qanaqa amalga oshishlarini tushuntiradi va o'zini tavsiyasini beradi. Shuncha sizni ehtiyojingizdan kelib chiqib, shuncha kilovattga quyosh panelini o'rnatish va menimcha bu miqdorda investitsiya kiritishingiz to'g'ri bo'ladi degan tavsiyalar beradi. Siz mutaxassissiz, ehtimol men noto'g'ri savol berayotgan bo'lishi mumkin. Agar to'g'rilashingiz mumkin. Qaysi ma'noda deylik, murojaatchini faqat aynan o'sha murojaatchini holati o'rgangandan ko'ra hududni o'rganib, mana shu hududda qilish mumkin, asosiy tarmoqqa ulashishda hech qanaqa muammo yo'q degan yondashuv qilish mumkin emasmi? O'zi avvalambor fuqaro bu jarayonni hududiy elektr tarmoqlariga o'sha ikki xil so'rov orqali ularga texnik shart olinadi, ya'ni 20 kilovattdan yuqori fotoelektr stansiyalari va 20 kilovattgacha bo'lgan fotoelektr stansiyalarni tarmoqqa ulash bo'yicha texnik shart olish kerak bo'ladi fuqaro. Endi buni avvalambor buyurtma o'sha hududiy elektr tarmoqlariga MyGov portali orqali buyurtma berganda hududiy elektr tarmoqlari avval o'rganadi buni. Bunda bizaga masalan Energiya samaradorligi milliy agentligi murojaat qilgan taqdirda ham uni masalan energiya auditori ham tushuntiradi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri fotoelektr stansiyasini o'rnatib berish emas va avvalambor hududiy elektr tarmoqlari mas'ul xodimi buni o'rganadi va keyin ruxsat beradi. Bundan keyingi jarayongina fotoelektr stansiyasini xarid qilish bo'lishi kerak. Demak, bu muhim eslatma, hurmatli tomoshabinlar. Aynan mana shu jihatlarga e'tibor bering, ya'ni mutaxassis bilan maslahatlashing, ana undan keyin ishga kirishing. Biz endi targ'ib qilyapmiz-da, quyosh energiyasidan foydalanishimiz kerak, quyosh panellarini o'rnating, yashil iqtisodiyot deyapmiz. Targ'ibotimiz juda ham keng ko'lamda amalga oshirilyapti. Lekin masalalar hozir men mavzuning ichiga kirish orqali, sizning fikrlaringizni eshitish orqali bilyapmanki, masalalar bor ekan bu yerda. Ya'ni biz o'ylab ko'rishimiz kerak bo'lgan jihatlar o'rnatishdan avval, o'rnatgandan keyin, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda targ'ibot bilan mavjud masalalar bir-biriga mutanosib emasdek tuyulyapti menga. Ya'ni bizni bu bilan bog'liq masalalarimiz juda ham ko'p, lekin targ'ib qilyapmiz, o'rnating. Masalalarni kompleks yechishga nisbatan yondashuvimiz bugun qanday? Bu tizimli yo'lga qo'yilganmi? Ya'ni o'rganib hududlarni shu jarayonni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan muammoli holatlar bo'lsa, ularni yechish masalasiga qay darajada jiddiy e'tibor beryapmiz? Marhamat. Hozirda aynan Energiya samaradorligi milliy agentligi tashkil etilishi ham ana shu tizimdagi muammolarni yechish, ularga nima deydi, muqobil variantlarni taklif etish uchun tashkil etilgan. Aynan yuqorida aytildi, aynan Energiya samaradorligi milliy agentligi energiya samaradorlik sohasida davlat siyosatini yuritgani uchun u barcha sohalar bilan, kerak bo'lsa qurilish vazirligi bo'ladimi, energetika vazirligi yoki o'zi energiya inspeksiya bilan hamkorlikda ishlarni nima deydi, muvofiqlashtirgan holda amalga oshiradi. Boya yuqorida aytildi, texnik shart olish jarayoni bo'ladimi, boshqa hammasi avval eslaringizda bo'lsa, avval aynan Energiya samaradorligi agentligi tashkil topishdan oldin fuqarolarda muammolar bo'lgan. Ya'ni men tarmoqqa olmayapman, boshqa qilyapman. Aynan agentligimiz tashkil topgandan keyin bu narsalar o'zini yechimini topib bormoqda. Ya'ni qanday? Masalan, tizimlashtirilyapti. Avval masalan texnik shartni olgan. U hudud
aynan shu energiya samaradorligi bo'yicha, ya'ni siz o'rnatayotgan quyosh paneli masalan 20 kilovatdan ziyod o'rnatishi mumkin, 50 kilovat o'rnatishi mumkin. U shu narsani ko'tara oladimi? Agar masalan u masalan ko'tara olmasa, biz bunga muqobil, ya'ni energiya auditor unga muqobil yechimlarni taklif qilmoqda. Biz faqatgina yuqorida aytilgandek quyosh paneli bilan energiya samaradorligini tushunishimiz kerak emas u yerda. Masalan, uyni loyihalashni o'zida yoki masalan binoni loyihalashni o'zida biz energiya samaradorligiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni qaysi ma'noda? Masalan, bitta aholi turar joyi, u qurilish jarayonida uni loyihasini o'zida biz energiya samaradorlik tizimlariga e'tibor berishimiz kerak. Uni nima deydi, issiqlik izolyatsiyasi bilan qoplanishi yoki masalan yuqorida aytishdi gela kollektorlar yoki issiqlik nasoslarini o'rnatilishi ham aynan bu narsani nima deydi, kompleks yechimi hisoblanadi. Biz faqatgina quyosh panelini qo'yib undan biznes qilish orqali emas, avvalambor o'zimizni nima deydi, bir o'zimizga bir yaxshi muhit yaratish uchun, ya'ni qaysi ma'nodaki issiqlik izolyatsiyasi bilan o'ralganda qishda kerak bo'lsa nima deydi, mubolag'a bo'lmasa agar sham yoqsa ham uy isiydigan darajada bo'ladi. Undan keyingi jarayonlarga o'tishimiz kerak. Dastlab uyni o'zini energiya samarador qilib loyihalab qurib, agar unda ehtiyoj yuzaga keladigan bo'lsa, undan keyingi nima deydi, energiya samaradorlik tadbirlariga o'tishimiz kerak. Biz masalan keyingi bosqichga o'tganimizda masalan bo'ldi. Uy izolyatsiya qilindi. U nima deydi, energiya samarador loyihalashtirib qurildi. Undan keyingi bosqich masalan energiya masalan tejaydigan, ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tamiz. Ya'ni quyosh panellari. U quyosh panel iste'molda masalan iste'molni to'liq qoplashi mumkin. Keyingisi gela kollektorlar. Ular issiq suv, ya'ni nima deydi, issiq suvni qayta tiklanuvchi manbalar orqali yo'naltirib beradi. Yoki issiqlik nasoslari orqali masalan katta hajmdagi binolarni issiqlik nasoslari orqali energiya samaradorliklarini oshirishimiz mumkin. Mana shu jarayonlar, aynan mana shu jarayonlarni tashkil qilish agentlik bular bo'yicha kompleks yechimlarni taklif qilib bormoqda doimiy. Va kerak bo'lsa sohadagi tartibga soluvchi bo'lgan normativ hujjatlarni qabul qilmoqda. Masalan 673-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori, ya'ni u bosqichlarni belgilab berdi. Dastlab fuqaro avval nima qilishini bilmasdi. Shunday masalan bozordan quyosh paneli olib kelardi, uni nima deydi, servis jarayonlari, to'g'ri aytdilar, servis jarayonlari keyingi darajaga tushib ketardi, boshqa yoki u yetkazib berish uchun keyinchalik topib bo'lmasdi. Aynan hozir hammasi tizimlashtirib borilmoqda. Ya'ni fuqaro nima qilish kerak, qanday qilish kerak, nima uchun qilish kerak, hammasini o'zini nima deydi, etaplari, tizimlari yo'lga qo'yilgan. Demak, ishni poydevoridan boshlab o'ylashimiz kerak ekan. O'shanda